Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensionerlar ayrim qo'shimcha to'lovlarni arizasiz ola olmaydi. Ya'ni odam men pensiyadaman, davlat biladi, hammasi avtomatik tushadi deb o'ylaydi. Lekin amalda ayrim ustamalar, kompensatsiyalar, nafaqaga qo'shimchalar, parvarish yoki imtiyoz bilan bog'liq to'lovlar faqat murojaat qilingandan keyin tayinlanadi. Mana shu joyda ko'pchilik pulini yo'qotib qo'ymoqda. Bu ma'lumot har bir xonadonga tegishli. Ota-onangiz pensioner bo'lishi mumkin. Bobongiz, buvingiz, turmush o'rtog'ingiz, qo'shningiz yoki o'zingiz. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men qaysi to'lovlar uchun albatta ariza berish kerakligini, kimlar xavotir olishi kerakligini, kimlarga avtomatik tushishini, qaysi hujjatlar so'ralishini va eng ko'p uchraydigan xatolarni oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar odamning cho'ntagidagi real pulni saqlab qoladi. Men ko'p yillardan beri fuqarolarga pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha tushuntirish berib kelaman. Eng ko'p uchraydigan muammo shuki, odamlar asosiy pensiyani oladi, lekin pensiyaga qo'shimcha bo'lishi mumkin bo'lgan ayrim to'lovlardan bexabar qoladi. Chunki ular hammasi davlat bazasida bor. Men ariza yozmasam ham tayinlab qo'yishadi deb o'ylaydi. Afsuski, har doim ham bunday emas. Avval qanday edi? Oldin juda ko'p jarayonlar qog'oz hujjatga bog'liq edi. Fuqaro pensiya jamg'armasiga borardi, mehnat daftarchasi, pasport, ma'lumotnoma, nogironlik hujjati, urush qatnashchisi yoki mehnat faxriysi bilan bog'liq hujjatlar, o'quvchisini yo'qotganlik haqidagi guvohnomalar kabi hujjatlarni topshirardi. Xodimlar shu asosida pensiyani hisoblab, ustama yoki qo'shimcha to'lov masalasini ko'rib chiqardi. Agar hujjat olib kelinmasa, to'lov ham tayinlanmasdi. Hozir nima o'zgardi? Hozir raqamlashtirish kuchaydi. Ko'p ma'lumotlar elektron bazalardan olinadi. Shaxsiy ma'lumotlar, pensiya tayinlangani, ish staji, ayrim toifadagi imtiyozlar, nogironlik bo'yicha ayrim ma'lumotlar idoralararo almashinishi mumkin. Lekin bu hamma narsa avtomatik bo'ldi degani emas. Ayrim holatlarda tizim sizning huquqingiz borligini ko'radi, ayrim holatlarda esa ko'rmaydi. Ba'zan ma'lumot bazada yo'q, ba'zan eski hujjat raqamlashtirilmagan, ba'zan fuqaroning oilaviy holati o'zgargan, ba'zan yashash joyi o'zgargan, ba'zan bank kartasi ma'lumoti yangilanmagan bo'ladi. Shuning uchun qonuniy huquq bo'lsa ham ariza bermasangiz to'lov tayinlanmay qolishi mumkin. Eng asosiy qoida shunday: asosiy pensiya tayinlangan bo'lsa ham barcha qo'shimcha to'lovlar avtomatik ravishda qo'shilib ketadi deb ishonib qolmang. Ayniqsa sizda yangi holat paydo bo'lgan bo'lsa, nogironlik guruhi belgilangan bo'lsa, qaramog'ingizda mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz vafot etgan bo'lsa, parvarishga muhtojlik holati bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, ilgari topshirmagan hujjatingiz topilgan bo'lsa, albatta murojaat qilish kerak. Birinchi navbatda yangi huquqi paydo bo'lgan pensionerlar xavotir olishi kerak. Masalan, odam yoshga doir pensiyani olayotgan edi. Keyin sog'lig'i yomonlashib, tibbiy ijtimoiy ekspertiza orqali nogironlik guruhi belgilandi. Ko'p odam shu joyda men baribir pensionerman, endi ular o'zlari bilib qo'shib beradi deb kutadi. Lekin amalda pensiya jamg'armasiga yoki tegishli ijtimoiy organlarga murojaat qilib, nogironlik belgilanganini, tegishli qo'shimcha to'lov yoki ustama masalasini qayta ko'rib chiqishni so'rash kerak bo'lishi mumkin. Agar ariza berilmasa, odam bir necha oy, ba'zan bir yilgacha o'ziga tegishli pulni olmay yurishi mumkin. Masalan, 67 yoshli Ahmad aka yoshga doir pensiya oladi deylik. Uning pensiyasi 1400 ming so'm. Keyin unga iki guruh nogironligi belgilandi. U qo'shimcha imtiyoz yoki ustama bo'lishi mumkinligini bilmaydi. 3 oy kutadi. Hech narsa o'zgarmaydi. Keyin farzandi pensiya jamg'armasiga borib so'rasa, ariza bilan murojaat qiling, hujjatlar asosida qayta ko'rib chiqiladi deyshadi. Mana shu 3 oy davomida Ahmad aka olishi mumkin bo'lgan qo'shimcha mablag'dan mahrum bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu yerda men aniq summa hamma uchun bir xil bo'ladi demayapman. Chunki har bir to'lov turi va shaxsiy holat bo'yicha hisob kitob alohida qilinadi. Lekin muammo bir xil ariza bo'lmasa jarayon boshlanmaydi. Ikkinchi toifa qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bor pensionerlar. Ba'zi hollarda pensionerning qaramog'ida voyaga yetmagan bola, nogironligi bo'lgan farzand, mehnatga layoqatsiz turmush o'rtog'i yoki boshqa shaxs bo'lishi mumkin. Bunday holat pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan vaziyatlardan biri. Lekin pensiya jamg'armasi sizning uyingizda kim yashayotganini
kim real qaramog'ingizda ekanini har doim ham avtomatik aniqlay olmaydi. Ro'yxatda bir manzilda turish boshqa, real ta'minotda bo'lish boshqa. Shu sababli hujjat, ariza, ma'lumotnoma talab qilinadi. Misol keltiraman. 6-2 yoshli Saodat opa pensiya oladi, qizi vafot etgan. Nevarasi 15 yoshda va Saodat opaning qaramog'ida yashaydi. Opa pensiyasidan nevarasini boqadi. Maktab kiyimi, dori-darmon, oziq-ovqat hammasi o'sha puldan. Saodat opa nevaram mening uyimda ro'yxatda turibdi, demak davlat biladi, deb o'ylaydi. Lekin tegishli to'lov yoki qo'shimchani olish uchun u ariza bilan murojaat qilishi, bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, ota-onasi haqidagi hujjatlar, vasiylik yoki qaramog'ida ekanini tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rsatishi kerak bo'lishi mumkin. Agar bu qilinmasa, tizim shunchaki uning pensiyasini eski miqdorda davom ettiradi. 3-toifa. Boquvchisini yo'qotganlik holati yuzaga kelgan oilalar. Ko'pchilik biror pensioner vafot etganidan keyin uning turmush o'rtog'i voyaga yetmagan farzandi yoki mehnat layoqatsiz oila a'zosi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi masalasini ko'rib chiqarishi mumkinligini bilmaydi. Bu yerda ham avtomatik kutib o'tirish noto'g'ri. O'lim haqidagi guvohnoma bazada paydo bo'lgani bilan kim boquvchisiz qoldi, kimning qaramog'ida edi, kimning daromadi yo'q, kim haqiqatan ham huquqqa ega, bularni aniqlash uchun murojaat zarur. Masalan, Ismoil ota vafot etdi. Uning 9 yoshli turmush o'rtog'i hali pensiya yoshiga to'lmagan, ishlamaydi, sog'lig'i yaxshi emas. U bir necha oy davomida erim pensiya olardi. Endi qanday bo'ladi, bilmayman deb yuradi. Agar u o'z vaqtida murojaat qilsa, mavjud qonuniy asoslar bo'yicha boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq masala ko'rib chiqiladi. Murojaat qilmasa, hech kim kelib eshik qoqib, sizga shu to'lov tegishli bo'lishi mumkin deb aytmasligi mumkin. 4-toifa. Parvarishga muhtoj keksalar va ularni parvarish qilayotganlar. Bu masala juda nozik. Ayrim yosh katta insonlar o'zini o'zi eplay olmaydi. Yotib qolgan, ko'zi yaxshi ko'rmaydi. Harakatlanishi qiyin, doimiy yordam kerak. Bunday vaziyatlarda ijtimoiy xizmatlar, parvarish bilan bog'liq nafaqa yoki boshqa yordam shakllari bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun ham tibbiy xulosa ehtiyojni baholash, ariza va tegishli idora tekshiruvi talab qilinadi. Bu yotib qoldi, demak o'zlari biladi degan fikr amalda ishlamasligi mumkin. 5-toifa ilgari hujjatlari to'liq bo'lmagan yoki staji noto'g'ri hisoblangan pensionerlar. Ba'zan odam pensiyaga chiqqanda barcha ish staji tasdiqlanmay qoladi. Masalan, sovxozdagi ish davri korxona yopilib ketgan davr arxiga topshirilmagan ma'lumot mehnat daftarchasidagi xato yozuv sababli ayrim yillar hisobga olinmaydi. Keyin pensioner oradan 2 yil o'tib arxivdan ma'lumotnoma topadi. Bu holda ham o'sha hujjatni olib borib, pensiyani qayta hisoblashni so'rab ariza berish kerak. Hujjat uyda sandiqda yotsa hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Misol uchun, Murod aka pensiyaga chiqqanda 28 yil staj hisoblangan. Aslida u 34 yil ishlagan, lekin 6 yil ishlagan tashkilot yopilib ketgan. Arxiv hujjati topilmagan uchun hisoblanmagan. Keyin farzandlari arxivdan ma'lumotnoma olib berdi. Agar Murod aka shu hujjat bilan murojaat qilsa, pensiya qayta ko'rilishi mumkin. Agar baribir kech bo'ldi deb yuraversa, har oyda olishi mumkin bo'lgan oshgan miqdorni yo'qotadi. Endi kimlar vahima qilmasligi kerakligini ham aytaman. Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlaringiz to'liq topshirilgan bo'lsa, oilaviy holatingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki qaramog'ingizdagi shaxslar bo'yicha yangi vaziyat bo'lmasa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, demak har oyga asosiy pensiya bo'yicha alohida xavotirga hojat yo'q. Lekin baribir yiliga kamida bir marta o'z hisobingizni tekshirtirib qo'yish foydali. Chunki xatolar ko'pincha odam o'ylamagan joydan chiqadi. Shuningdek, ayrim umumiy oshirishlar, masalan pensiya miqdorlarining davlat tomonidan indeksatsiya qilinishi, bazaviy miqdorlar oshishi, ayrim umumiy kompensatsiya yoki bir martalik to'lovlar bo'yicha avtomatik hisoblash bo'lishi mumkin. Bunda hamma pensioner alohida ariza yozishi shart bo'lmasligi mumkin. Lekin muhim farqni tushuning, umumiy oshirish boshqa. Sizning shaxsiy holatingizga bog'liq qo'shimcha to'lov boshqa. Umumiy oshirish aholining katta qatlamiga bir xil qoida bo'yicha beriladi. Shaxsiy qo'shimcha esa sizning hujjatingiz, oilaviy ahvolingiz, sog'lig'ingiz, stajingiz yoki maqomingiz bilan bog'liq bo'ladi. Mana shunday shaxsiy holatlarda ariza juda muhim. Birinchi nozik jihat, ariza berilgan sana juda muhim. Ko'p hollarda to'lovni tayinlash yoki qayta hisoblash murojaat qilingan kundan, ariza ro'yxatga olingan kundan
yoki hujjatlar to'liq topshirilgan kundan boshlab ko'rib chiqiladi. Odam bir yil oldin huquqi paydo bo'lgan bo'lsa ham ariza bermagan bo'lsa, orqaga to'lab berish masalasi har doim ham oddiy hal bo'lavermaydi. Shuning uchun ertaga boraman, keyingi oy boraman deb kechiktirish eng katta xato. Bir oy kechiksangiz, bir oylik pul yo'qolishi mumkin. 6 oy kechiksangiz, 6 oylik imkoniyatdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Ikkinchi nozik jihat og'zaki so'rash ariza hisoblanmaydi. Pensiya bo'limiga borib menga qo'shimcha pul chiqadimi deb so'radingiz. Xodim, hujjatlaringizni olib keling dedi. Siz qaytib ketdingiz. Bu rasmiy murojaat emas. Rasmiy murojaat bo'lishi uchun yozma ariza, elektron ariza yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi ro'yxat raqami bo'lishi kerak. Men har doim odamlarga aytaman, qo'lingizda dalil bo'lsin. Ariza topshirdingizmi? Kirim raqamini so'rang. Elektron yubordingizmi? Screenshot yoki ariza raqamini saqlab qo'ying. Uchinchi nozik jihat, hujjatdagi bitta harf xatosi ham to'lovni kechiktirishi mumkin. Ism-sharif pasportda bir xil, mehnat daftarchasida boshqacha. Nikoh guvohnomasida familiya o'zgargan, arxiv ma'lumotnomasida tug'ilgan yil noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, Karimova o'rniga Karimovna, Abdullayev o'rniga Abdullayevich yozilib qolgan bo'lsa, tizim buni boshqa shaxs deb ko'rishi mumkin. Shuning uchun hujjat topshirishdan oldin har bir satrni tekshiring. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta ma'lumoti, yashir raqami, manzil, nikoh va tug'ilganlik guvohnomalaridagi ma'lumotlar mos bo'lishi kerak. 4-chi nozik jihat, yashash joyini o'zgartirgan pensionerlar. Agar pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa, vaqtincha boshqa viloyatda yashayotgan bo'lsa, kartasini boshqa bankka o'tkazgan bo'lsa, aloqa ma'lumotlari o'zgargan bo'lsa, tegishli organlarga xabar berish kerak. Ba'zan to'lovning o'zi kelib turadi. Lekin qo'shimcha masalada tekshirib, xat chaqirib, hujjat talabnosi eski manzilga ketishi mumkin. Natijada odam menga hech kim aytmadi deydi. Idora esa biz xabar yuborganmiz deydi. Bunday muammoga tushmaslik uchun manzil va telefon raqamingizni yangilab qo'ying. 5-chi nozik jihat, bank kartasi va ishonchnoma masalasi. Keksalar ko'pincha pensiyasini farzandining kartasiga tushirishni xohlaydi yoki farzandi olib beradi. Lekin qonuniy tartibda rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu keyincha dedi. Pensionerning o'zi ololmasa ishonchnoma, vasiylik yoki qonuniy vakillik masalasi to'g'ri rasmiylashtirilishi kerak. Aks holda bankda ham pensiya jamg'armasida ham to'lovni olish yoki ariza berish jarayoni cho'ziladi. 6-chi nozik jihat, qo'shnim oldi, men ham olaman degan fikr. Qo'shningizning holati siznikiga o'xshashi mumkin, lekin huquqiy jihatdan farq qiladi. U bir guruh nogirini bo'lishi mumkin, siz ikki guruhsiz. U qaramog'ida voyaga yetmagan bola bilan hujjat topshirgan bo'lishi mumkin. Sizda faqat bir manzilda yashash bor, lekin qaramog'ida ekanini tasdiqlovchi hujjat yo'q. U staj bo'yicha qo'shimcha hujjat topgan bo'lishi mumkin, siz topmagansiz. Shuning uchun har doim o'z holatingiz bo'yicha alohida tekshirtiring. 7-chi nozik jihat, telefon orqali kelgan, biz qo'shimcha pensiya chiqarib beramiz degan firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech qachon bank karta raqamingizning maxfiy kodlarini, SMS kodlarini, ilova parollarini bermang. Pensiya yoki nafaqa tayinlash uchun haqiqiy davlat xodimi sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir ariza yozmasdan pul chiqarib beraman, oldindan xizmat haqi o'tkazing desa, bu shubhali. Murojaatni faqat rasmiy idora, Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki rasmiy elektron portal orqali qiling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz yoki yaqinlaringiz qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lib qolmasligi uchun aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'z holatingizni yozib chiqing. Qog'ozga shularni yozing. Men qanday pensiya olaman? Yoshga doir pensiyami? Nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Pensiya qachon tayinlangan? Oxirgi yilda qanday o'zgarish bo'ldi? Nogironlik guruhi belgilanganmi yoki o'zgarganmi? Qaramog'imda kim bor? Turmush o'rtog'im vafot etganmi? Yangi hujjat topildimi? Manzil o'zgarganmi? Bank kartam o'zgarganmi? Shu oddiy ro'yxat sizga qaysi masala bo'yicha murojaat qilish kerakligini ko'rsatadi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, JSHR ma'lumoti, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchiligingizni tasdiqlovchi ma'lumot, mehnat daftarchasi yoki arxiv ma'lumotnomalari. Nogironlik bo'yicha tibbiy, ijtimoiy ekspertiza xulosasi, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, o'lim guvohnomasi, vasiylik yoki homiylik hujjatlari,
qaramog'ida ekanini tasdiqlovchi ma'lumotlar, bank karta rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar. Hammasi har doim kerak bo'lmaydi, lekin oldindan tayyorlab qo'ysangiz 2-3 marta qatnamaysiz. 3-qadam qayerga murojaat qilishni aniqlang. Pensiya bilan bog'liq asosiy masalalarda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilinadi. Ayrim xizmatlar davlat xizmatlari markazi orqali ham ko'rsatilishi mumkin. Elektron imkoniyat bo'lsa myTOKGov, uz yoki tegishli rasmiy platformalar orqali ariza yuborish mumkin. Agar parvarish, ijtimoiy yordam mahalla orqali aniqlanadigan ehtiyoj masalasi bo'lsa, mahalla inson ijtimoiy xizmatlar markazi yoki hududingizdagi ijtimoiy himoya organlari bilan ham bog'lanish zarur bo'lishi mumkin. Eng to'g'risi, avval pensiya jamg'armasiga borib, mening holatimda qaysi qo'shimcha to'lovlar ko'rib chiqilishi mumkin deb yozma ariza bilan so'rang. 4-qadam arizani to'g'ri yozing. Arizada shunchaki menga pul bering deb yozilmaydi. Aniq yozish kerak. Mening pensiyamga qo'shimcha to'lov yoki ustama tayinlash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Nogironlik guruhi belgilanganligi munosabati bilan pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Qaramog'imda mehnatga layoqatsiz shaxs mavjudligi sababli tegishli qo'shimcha to'lovlarni belgilash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Yangi topilgan staj hujjatlari asosida pensiyani qayta hisoblashni so'rayman. Arizaga ilova qilayotgan hujjatlaringiz ro'yxatini ham yozing. Masalan, ID karta nusxasi, nogironlik xulosasi, tug'ilganlik guvohnomasi, arxiv ma'lumotnomasi, bank rekvizitlari. 5-qadam ariza qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Men buni alohida urg'u bilan aytaman. Arizangiz qabul qilingan kun, kirim raqami, qabul qilgan xodim yoki elektron tizimdagi ariza raqami sizda bo'lsin. Keyin javob kechiksa aynan shu raqam bilan so'raysiz. Agar bizga ariza tushmagan deyishsa, sizda tasdiq bo'ladi. 6-qadam javobni kuting, lekin nazoratsiz qoldirmang. Har bir ariza bo'yicha ko'rib chiqish muddati bo'ladi. Muddati o'tgach javob bo'lmasa, qayta murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma javob so'rang. Agar rad etilsa, rad etish sababi yozma berilishini talab qiling. Chunki rad etish sababi aniq bo'lsa, siz kamchilikni to'g'rilashingiz mumkin. Masalan, bitta hujjat yetishmaydi. Arxiv ma'lumotnomasi noto'g'ri, vasiylik hujjati kerak, tibbiy xulosa muddati o'tgan. 7-qadam, agar haqli bo'lsangiz, shikoyat qilishdan qo'rqmang. Har doim ham birinchi javob oxirgi javob degani emas. Agar sizda hujjat bor, qonuniy asos bor, lekin masalan noto'g'ri ko'rib chiqildi deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organiga, tegishli vazirlik yoki idoraga, davlat xizmatlari markazi orqali, ishonch telefoni orqali yoki qonunda belgilangan tartibda sudga murojaat qilish mumkin. Lekin shikoyat ham hissiyot bilan emas, hujjat bilan qilinadi. Menga yoqmadi emas, falon sanada ariza berganman, falon hujjatlar ilova qilingan, falon sabab bilan rad etilgan, bu qarorni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yoziladi. Farzandlar, nevaralar, qarindoshlar, men sizlarga ham murojaat qilaman. Ko'p keksalar idoraga borishga uyaladi, charchaydi, tushunmaydi. Mayli, shu pensiyam yetadi deb o'z haqidan voz kechadi. Siz haftada bir kun vaqt ajrating, ota-onangizning hujjatlarini ko'rib chiqing. Pensiya qancha tushyapti? Kartasi ishlayaptimi? Oxirgi yilda kasallik bo'lganmi? Nogironlik hujjati bormi? Uyda qaramog'ida kimdir bormi? Staj hujjatlari to'liqmi? Shularni aniqlang. Ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi yoki bitta ariza bilan pensionerning oylik daromadi oshishi mumkin. Bu katta boylik emasdek tuyulishi mumkin, lekin pensioner uchun har oy qo'shimcha 100 ming, 200 ming yoki undan ko'proq mablag' dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat uchun juda katta yordam. Ayniqsa, yolg'iz yashaydigan keksalarni e'tiborsiz qoldirmang. Ular ko'pincha yangiliklarni eshitmaydi, telefon ishlatmaydi, internetdan foydalanmaydi. Mahalladagi faol odamlar, qo'shnilar, qarindoshlar bunday insonlarga yordam bersa, ko'p adolatsizliklarning oldi olinadi. Chunki muammo qonun yo'qligida emas, ko'pincha odamning o'z huquqini bilmasligida va vaqtida ariza bermasligida. Bugungi asosiy fikr shuki, pensioner bo'lishning o'zi barcha qo'shimcha to'lovlar avtomatik tushadi degani emas. Umumiy oshirishlar avtomatik bo'lishi mumkin, lekin shaxsiy holatingizga bog'liq ustama, qayta hisoblash, qaramog'idagi shaxs, nogironlik, boquvchisini yo'qotish, parvarish, yangi staj hujjatlari kabi masalalarda ariza berish juda muhim. Ariza bermasangiz, tizim sizni ko'rmasligi mumkin. Ko'rmasa to'lov ham tayinlanmaydi. Shuning uchun bugun videoni ko'rib bo'lgach, yaqinlaringizning hujjatlarini tekshiring. Agar yangi holat bo'lsa,
pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali murojaat qiling. Ariza raqamini saqlang, yozma javob oling. Hujjatlarni tartibga keltiring. Sizning oilangizda shunday holat bo'lganmi? Pensiya qo'shimcha to'lovni ariza bergandan keyin olganmi? Yoki aksincha, ariza bermagani uchun uzoq vaqt ololmay yurganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi, buvisi yoki bobosi pensioner bo'lgan yaqinlaringizga albatta yuboring.